Qizlar kechki taomga shunaqa ham zo'r qiymali sirlar cho'zilib chiqargan pitsa qildim. Pitsalarni yoqtirmaydigan erimga ham rosa ham yoqib qolib, shuningdek ertaga boshlanadigan iftorliklarga ham ko'p qilgan rosa ham yoqdi dedilar. Piyoz bilan ko'pgina qiymamizni yaxshilab qizartirib qovurib, tomat va ziravorlar solib nachinkasini tayyorlab oldik. Endi bizga juda ham sifatli bo'lgan Garnit firmasini pergament bo'lmaganlar kerak bo'ladi. Aynan Garnit firmasining qog'ozlarini olib ishlatsangiz, pishirg'ili yopishmasdan ishib chiroyli bo'lib chiqadi. Oddiygina oshirma xamirimizni katta qilib ochib olib, chetlariga xuddi ko'rsatilgandek sirni bortikli qilib olib, qiymamizni solib, chetiga tuxum sarig'i so'rab kunjut sepib, gazimizni pishirib olamiz. Pishib chiqqandan keyin ustlariga sir sepib, ularni ham eritib olsak, rosa ham ishtaha ochadi. Yegan sari yegiz keladigan sirlar cho'zilib chiqadigan pizzamiz tayyor bo'ldi. Bay bu pizzani iftorlik va saharliklarda rosa uchib ketar ekan qizlar. Like bosib, saqlanib qo'yib, albatta obuna bo'lib qo'ying. Quyoshni ham kuldirib, qalbga surur to'ldirib, do'stlarni suyuntirib, Ramazon keldi, Ramazon. Quyoshni ham kuldirib, bahorda sovuq shamollar, yozda esa oppoq qorlar yog'adi deb o'ylamagandim sira. Undan ham qorong'i kunlar, qayg'udan achchiq tuyg'ular bo'ladi deb ishonmagandim sira. Yig'layman u yoshlarim, kulaman u yo'q quvonchlarim, armonlarim yonar meni qalbimda. Oyijon telefon qilib, yurishim bor edi, nimadir shirinlik tayyorlab bera olasizmi deganlarida, ishim ko'pligini bahona qilmasdan ularga shirinlik tayyorlashga tushib ketdim. 1 soatga qolmasdan bittalik shirinligimiz tayyor bo'ldi. Bu uchun oddiygina biskvit tayyorlab olamiz. 6 ta tuxumni shakar bilan oppoq qilib ko'pirtirib, o'simlik yog'i va sut solib, yana bitta mikserlab, un, kakao va razrixlitilli aralashmamizni sitidan o'tkazib, yaxshilab aralashtirib, listga qo'yib, oldindan qizdirilgan duxovkada 170 gradusda pishirib olamiz. Pishib chiqqan biskvitlarimizni soviganidan keyin xuddi shunaqa dumaloq shaklda kesib chiqib, chetlaridan ortgan chopperda maydalab olamiz. Endi esa qaymoq va sgushonka bilan morojniy krem qilib olib, unga maydaroq qilib to'ralgan banan va shokoladdan solib, yaxshilab aralashtirib olamiz va kesib olgan dumaloq biskvitlarimiz ustidan qo'shuvda xolaseli konditer meshokda kremlidan qo'yib olib, chetlarini tekislab, mayda qilib kroshka qilib olgan biskvitimiz bilan hamma kremli joylarini yopib chiqamiz. Va tayyor bo'lgan shirinligimiz ustidan xolaseli oq shokolad, xolaseli sgushonka bilan chiroyli bezab berib, ustini xohishga ko'ra mevalar bilan bezatib, bemalol stolga tortishingiz ham mumkin. Bu video retseptini har doim tog'oraga o'zi shirinliklar pishirib boradigan tanishingizga jo'natib qo'ying va albatta o'zingiz ham tayyorlab ko'ring. Bu juda ham mazali chiqadi. San Sebastian cheescake'ini xato va sirlari. San Sebastian cheescake'ini ichi shunaqangi yumshoq va kremoobrazniy bo'lib chiqishligi uchun cheescake qorishmasida deyarli xato yo'q, faqatgina undan tashqari. Aynan un qorishmani og'ir va qattiqlashtirib qo'yadi. Johori kraxmali esa yengil bo'lib, San Sebastian cheescake'ini sovutgichda 24 soat davomida sovutganimizda qorishma suyuq holatida ham oqib ketmasligi uchun yordam beradi. Qorishmani tayyorlash juda ham oson. Shunchaki barcha mahsulotlarni blender yordamida maydalab, yaxshilab aralashtirib, birlashtirib olsak, qorishma tayyor. Ikkinchi xato bu chuqur bo'lmagan bo'yi past qolipda. Agarda cheescake'ni chuqur bo'lmagan bo'yi past qolipda pishirsa, to San Sebastian yuzi qizarguncha issiqlik ichiga ham o'tib markazini pishirib qo'yadi. Aynan shu sababdan cheescake'ni bo'yi baland bo'lgan chuqur qoliplarda pishirish kerak. Bu ko'z ilg'amas lekin muhim bo'lgan sirlardan biridir. Uchinchi xato cheescake'ni past harorat va uzoq vaqt davomida pishirishda. San Sebastian mayin va kremoobrazniy bo'lib chiqishi uchun to'g'ri pishirish va sovutish texnikasi juda ham muhimdir. Duxovkani tepa-past tenlariga qo'shib konversiyani ham yoqib, avval 250 darajada 100% qizdirib olganimizdan so'ng, cheescake qizarguncha 30 daqiqa davomida pishirib olamiz va duxovkani o'chirib, eshigini qiya qilib ochib qo'yib, avval duxovka ichida 1 soat, undan so'ng xona haroratida yana 1 soat sovutib olib, yana 24 soat davomida sovutgichda sovutib olsak, ichlari mayin va kremoobrazniy bo'lgan haqiqiy San Sebastian cheescake tayyor bo'ladi. Nima uchun Alloh Qur'onda ayollar xafa bo'lmasligini ta'kidlagan? Nega Alloh Qur'onda ayollarga qayta g'amgin bo'lmanglar deb aytadi? Diqqat bilan qarang.
Bu shunchaki tasodifiy oyatlar emas. Bular so'zlarga o'ralgan ilohiy quchoqlardir. Uning ko'zlari taskin topsin va g'amgin bo'lmasin. Qasos surasi. Ularning ko'zlari taskin topsin va g'amgin bo'lmasin. Ahzob surasi. Qo'rqma va g'amgin bo'lma. Qasos surasi. G'amgin bo'lma. Maryam surasi. Yana va yana Ayolim bilan ajrashishim sababi juda ham uyquchi edi. Onam ertalab soat 4da tursin, hovlilarni supursin desa, uxlab qolardi. 4dan 7 minut o'tganda uyg'onardi. 4dan 3 minut o'tganda uyg'onardi. Ikkinchi ayolimning kamchiligi tili juda ham uzun edi. Masalan, uyda o'tirib qoshiq olib berib yuboring desam, tili bilan olib uzatib yuborardi. Uchinchi ayolim o'ziga to'q oiladan edi, hattoki shahar markazida uyi bor edi. Onam biz bilan yashash boshlaganda unga onamni bizni kravatda uxlagani, onamni uni mashinasini haydashi, keyin bitta xonasini talabalarga ijaraga bergani yoqmadi. 4-marta yapon qizga uylandim, lekin bir-birimizni tushunmadik. 5-ayolimning 2 farzandi bor edi. Bolalar yozda bo'sh o'tirmasin dedilar-da, onam avtomoykaga joylashtirib qo'ydilar ikkalasini ham. Keyin janjal boshlanib ketdi. Nima haqqingiz bor, hali maktabga chiqmagan bolalarni avtomoykaga joylashtirib, qarindoshlarim 6-ayolimni buni adasi jiddiy joyda ishlaydi degani uchun olib berishgan. Vaqt o'tdi, uy hujjatlarida kamchilik bo'lib qolgani uchun shu adasini oldiga bordim, hal qilib beradimi deb, keyin bilsak, adasi morgda ishlar ekan. Bu ko'rsatuvga esa muhabbatimni qidirib keldim.